Qozog'iston bayrog'i dunyodagi eng chiroyli bayroq deb topildi. Dunyo bayroqlari onlayn ovoz berish natijalariga ko'ra, Qozog'iston bayrog'ining dunyodagi eng chiroyli bayroq deb topildi. Turnir davomida Qozog'iston bayrog'i bir necha bosqichlardan ishonchli tarzda o'tdi. Yarim finalda u Seyshel orollari bayrog'ini ortda qoldirdi. Finalda esa Kiribati ramzidan kuchliroq bo'lib, 3-o'rinni Butan bayrog'i egalladi. Shu bilan birga, platformada yangi tanlov boshlandi. Foydalanuvchilar eng yaxshi davlat gerbini tanlaydilar. Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, O'zbekiston, Afg'oniston, Mo'g'uliston va Pokiston Maldiv orollari bilan bir guruhda joy olgan. Qozog'iston bayrog'i 1992-yil 4-iyunda tasdiqlangan. U moviy rangda matoli bo'lib, unda oltin quyosh, parvoz qilayotgan burgut va milliy naqshlar tasvirlangan. Moviy rang tinchlik va musaffo osmonni, quyosh va burgut esa hayot, erkinlik va kuch-qudratni anglatadi. Dizayn muallifi rassom Shakin Niyazbekov.